Assalomu alaykum. 27-aprel 3-may haftaligi davomida jahonda va O'zbekistonda biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklarga bag'ishlangan hafta dayjestimizni boshlaymiz. O'tgan hafta Toshkentda Porsche kompaniyasining yangi dilerlik markazi ochildi. Orbis kompaniyasi tomonidan, o'sha Markaziy Osiyodagi dilerlik kompaniyasi tomonidan yangi konsepsiya asosida tashkil qilingan ushbu showroom o'ziga yarasha bir unikal showroom bo'ldi deb hisob etsak bo'ladi. O'zi umuman xalqaro avtomobil kompaniyalarining O'zbekistonga kirib kelishi jadallashyapti va Porsche kompaniyasi ham ushbu bozorda o'zini o'rnini egallashga harakat qilyapti va ushbu yangi showroomni kompaniya ochdi va kompaniyaning O'zbekistondagi ishlariga omad tilaymiz. Apple kompaniyasi o'z tarixidagi eng katta tushumni qayd etdi. Ya'ni 2026-yilning birinchi kvartali yakunlarini e'lon qilgan kompaniya 111.2 milliard dollar tushum qilganligini e'lon qildi. Bu o'tgan yilning shu vaqtiga nisbatan 17% ko'proqni tashkil qiladi. Kompaniyaning hozircha direktori bo'lgan Tim Cookning aytishicha, bunday yuqori tushum aynan kompaniyaning iPhone 17 lineykasiga talab yuqori bo'lganligi bilan tushuntirgan. O'zbekistonda ham kompaniyalar o'zining birinchi chorakdagi rekord darajadagi foydalarini e'lon qilishni boshlashdi. Misol uchun Uzumbank birinchi kvartalda 100 milliard so'mdan oshiq foyda ko'rganligini e'lon qildi. Uztelekom ham birinchi kvartalni rekord foyda bilan, ya'ni 412.3 milliard so'm foyda bilan yopganligini e'lon qildi. Bundan tashqari TBC 92 milliard so'm, Anorbank 84 milliard so'm sof foyda ko'rganligini e'lon qilishdi. Ya'ni O'zbekistonda bank sohasi, telekom sohasi jadal rivojlanayotganligidan yaqqol dalolat. Meta kompaniyasi, ya'ni Facebook va Instagramga egalik qiladi, WhatsAppga egalik qiladigan Meta kompaniyasi o'zining 8000 nafar ishchisini bo'shatishi mumkinligini e'lon qildi. Mark Zuckerbergning aytishicha, bunga asosiy sabab o'sha kompaniya sun'iy intellektni jadal joriy qilayotganligi va ilgari 50 ta 100 kishi bajarayotgan ishni endi 10 kishilik jamoa bajara olishligi bilan tushuntirgan. Sun'iy intellekt eski ish o'rinlarini egallab olishi bu fakt va bunga qarab ketyapti, lekin sun'iy intellektning joriy qilinishi yangi boshqa sohadagi ish o'rinlarining ham ochilishi bilan davom etishi bu aniq fakt. O'shaning uchun sun'iy intellektni umuman ignor qilib bo'lmaydi. Apple kompaniyasini foydasi agar maksimal darajada bo'lgan bo'lsa, BYD kompaniyasi daromadi so'nggi 6 yil ichida eng past ko'rsatkichni ko'rsatdi. Ya'ni o'tgan yilning birinchi kvartaliga nisbatan 2026-yilning birinchi kvartalida BYD kompaniyasining daromadi 55.4% ga tushib ketdi, ya'ni 600 million dollargacha tushib ketganligini e'lon qildi. Buning asosiy sababi etib o'sha Xitoy bozoridagi sotuvlarning pasayishi, Xitoydagi raqobatning oshishi, boshqa raqobatchi o'sha Geely, Leap Motorsga o'xshagan kompaniyalarning Xitoy bozorida BYD ga kuchli raqobat ko'rsatayotganligi bilan tushuntirgan va BYD kompaniyasi o'zining fokusini endilikda tashqi bozorlarga ko'proq qaratishini e'lon qilgan. Hammamizga ma'lum, futbol bo'yicha jahon chempionati yaqinlashib kelyapti va jahon chempionati yaqinlashgan sari ushbu jahon chempionatiga bag'ishlangan turli xil marketing olamida reklama roliklarini e'lon qilish boshlaydi kompaniyalar. Yaqinda mana Lego kompaniyasining roligini e'lon qilgandik va yana bir judayam rus tilida aytganda dushevni bitta rolik e'lon qilishdi. Judayam emotsional rolik Argentinada e'lon qilindi. Argentinada bir judayam noyob inson bor. Uning ismi Enrique Macaya Marquez. U rekordsmen hisoblanadi. Tasavvur qiling, 1958-yilgi jahon chempionatidan boshlab turib, bugungi kungacha barcha jahon chempionatlarida ishlagan jurnalist hisoblanadi. U 91 yoshda. Jurnalist bilan birgalikda reklama roligini e'lon qilishdi. Gap aslida bu yerda nafaqat reklama rolikida, balki juda ham bir kuchli voqea haqida ketgan. Ushbu jurnalist o'zining 18-mundialida qatnashishi savol ostida paydo bo'lgan. Ya'ni u moliyaviy imkoniyati bo'lmagan va Argentinaning Cabify taksi agregatori, xuddi o'sha Yandex.Go'ga o'xshagan taksi agregatori ushbu jurnalistni jahon chempionatida qatnashishi bo'yicha barcha to'lovlarini o'z zimmasiga olgan. Ushbu jurnalistning harakatlari haqida bag'ishlangan reklama roligini e'lon qildi. Ushbu reklama roligida jurnalist turli yo'llar bilan jahon chempionatiga borishga harakat qilib ko'radi. Ya'ni o'sha aviakompaniyalar orqali, tur firmalari orqali va barcha yerda unga stop bo'ladi va shunda u Cabify orqali taksi chaqirib, taksistga Kansas City deydi va xuddi o'sha Argentinadan Kansasgacha taksida yetib borgandek rolik olingan. Rolik har xil munosabat bo'lishi mumkin, lekin ushbu voqeaning o'zi juda ham e'tiborga molik.
barchaga rolikni ko'rishni tavsiya qilaman. Nafaqat futbol, balki boshqa sport turlarida ham hayot davom etyapti va o'sha katta dubulg'a turniri tarkibiga kiruvchi yaqin orada Fransiya ochiq chempionati Roland Garros bo'lib o'tadi. Fransiyaning tennis bilan bog'liq eng katta brendi bu tabiiyki Lacoste va Lacoste kompaniyasining barchamiz bilamiz asosiy ambasadori bu Novak Djokovic hisoblanadi va Lacoste kompaniyasi o'sha Roland Garros yaqinlashayotganligi sababli o'zining yangi reklama kampaniyasini e'lon qildi. Juda ham qiziq rolik chiqqan. Ya'ni bo'y o'sha ko'chalar orqali yugurib Djokovicga to'pni olib kelganligi, lekin ushbu rolikda ko'rishimiz mumkin o'sha bo'y yugurayotganda Lacoste'ning bir necha mahsulotlari, ya'ni kiyimlari, sumkalari reklama qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Juda ham ajoyib rolik chiqqan. Barchaga ko'rishni tavsiya beraman. 27-aprel 3-may haftaligida bo'lib o'tgan biznes va marketing olamidagi yangiliklar shulardan iborat. Yangiliklardan doimiy ravishda xabardor bo'lib turishni istasangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingizni tavsiya beraman. Rahmat.